Maganman. Lekin bugungi kunda men 100% uveriman bu narsaga, что men o'zimni xo'jayinimni juda ham yaxshi ko'raman, hurmat qilaman, qadrlayman. Hop, bungacha yetib boramiz. Va men uchun bu inson eng zo'r inson deb bilaman hayotim mobaynida. Masalan, men xo'jayinimdan oldin boshqa yigitlar bilan uchrashib yurgan qizman-da, masalan. Boshqa yigitlarim ham bo'lgan hayotimda. O'tmishingiz bo'lgan. O'tmishim bo'lgan. Men hech qachon bu narsani qanaqadir bilasizmi, sekretni ushamaganman-da, chunki men 38 ga kirgan ayol kishiman. Va albatta 38 yoshimgacha yurmaganman. Assalomu alaykum. Gulmanda bu. Da. Bu endi to'g'risi bu. Hop. Undan oldin yurgansiz. Men bilaman qanaqa nimalardan o'tganman, men faqat men bilan Alloh biladi albatta. Va ko'p muxlislarim ham kuzatishgan, bilishadi. Qanaqa oldin sevardim, sevgidan kuyardim. Любовь tere bo'l deb o'ylardim. İşte sevgi tere bu og'riqda. Siqilib kayf qilasiz. Siqilib kayf qilmasdim. Men o'ylardim, что sevgi bu siqilish. Demak, sevgi bu siqilish emas, sevgi bu baxt. Sevgi bu hurmat, izzat. Sevgi bu pozitivli narsalar, negativli narsalar emas. Lekin bu narsani anglash kerak ekan-da. Bu narsalardan birinchi chiqib ketish kerak ekan. Undan keyin anglaganingizdan keyin bu narsalar, что sevgi, muhabbat bu yaxshilik, sevgi, muhabbat bu pozitiv, sevgi, muhabbat bu hurmat, izzat va albatta yaxshilik. Hamma narsa yaxshilikka iborat-da. Yaxshi ham yomon ham. Oldin ishonmassiz, что hammasi yaxshi bo'la oladi. Da, eng yomon narsasi shu-da. Gumon, ishonmaslik. Siz hammasi yaxshi bo'la olar ekan. Albatta. Faqat kinoda emas. Vera, ishonch. Da. Hamma narsa. Oldin mana shunaqa endi o'sha mujikroq bo'lganingizda endi baribir taniqli edingiz, populyarniy. Qanaqa erkaklar yoqardi o'zi? Nima kачестволariga qarardingiz? Juda ham как будто сильный. Сильный как kuchli. Juda ham kuchli. Sizdan просто fizически kuchli bo'lish kerak. Yo'q, ichidan kuchli bo'lish kerak. Fizически men bu narsalarga katta ahamiyat bermayman. O'zingizlar bilasizlar, masalan, meni xo'jayinim sochsiz inson. Sochi bor, lekin shunaqa imijlari bor, olib tashlaydilar. Men bu narsalarga qaramayman. Menga eng asosiysi bu mendan kuchli bo'lgan inson bo'lish kerak yonimda, mendan aqlliroq va albatta men u bilan gaplashganimda menga u inson bilan